Alaykum assalom. Zubaydaxon opa, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Yaxshi, zo'r, yaxshi. Doimo yaxshi bo'ling. Kayfiyatlaringiz, sog'liqlaringiz, ahvollaringiz yaxshimi, mehribonim? Yaxshi, zo'r, yaxshi. Bizdan yaxshi. Allohga shukr. Biz ham yaxshimiz. Avvalambor bugungi go'zal ayyomlar, shukronali, shodiyonali kunlar. Alloh muborak qilgan qarshilab bo'layotgan yana bir xayrli ishlaringiz bilan tabriklaymiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Ayni fursatlarda sizga kutilmagan qo'ng'iroq tabriklari loyihasi ijodkorlari tomonidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Mana shu loyihaning boshlovchisi siz bilan jonli muloqotdaman. Bugun esa ushbu go'zal ayyom, shukrona kunlaringiz munosabati bilan sizni tabriklab, biroz bo'lsa-da kayfiyatingizga kayfiyat qo'shish maqsadida yaqinlaringiz murojaat qilishgan ekan. Mehrga to'la tabrik xatlarini yozib qoldiribdilar. Opajonim, qani bir o'ylab ko'ring-chi, nima deb o'ylaysiz? Ushbu ayyom bilan sizni tabriklayotgan insonlar taxminingizcha aynan kimlar bo'lishi mumkin? Kim bo'ladi, bilmasam kim bo'ladi. O'limdir, erimdir. Albatta, mashalloh, zehningizga qoyilman. Adashmadingiz, taxminlar orasida bu insonni aytib o'tdingiz. Ushbu shukrona kun bilan sizni judayam qattiq yaxshi ko'ruvchi mehribon umr yo'ldoshingiz Abdurahim aka, sizni barcha yaqinlaringiz, onajoningiz Xadicha xonona, opangiz Xolbuvi opa, hamda o'g'lingiz Asror aka, Ahror aka, qizlaringiz Madinaxon opa, Mastona opa, Mahfuza opa, Marjona, Lobar opa, nabiralaringiz Jasur, Robiya, Bobur nomlaridan tabriklab qolibdilar sizni. Rahmat. Sog' bo'ling. Zubayda opa, agarda yo'q demasangiz, ularni sizga atalgan ushbu go'zal va ajoyib bo'lgan tabrik xatlarini ham yetkazib qo'ysam, maylimi? Mayli, rahmat. Boringizga shukr, marhamat. Qaytadan berasi menga bu hayot. Roziman. Sen uchun yana keldim. Ishonmasman dema, so'zlaringiz gumon, tanlab yana o'zingni sevgan bo'lardim. Assalomu alaykum. Men uchun, barchamiz uchun juda ham qadrli va aziz bo'lgan mehribonim, farzandlarimni mehribon onajonisi, go'zal jufti halolim. Seni bugungi go'zal ayyoming, shukrona kuning bilan chin qalbimdan tabriklayman. Onajonisi, qalbim malikasi, go'zal jufti halolim. Ilohim Allohim ikki dunyo saodatlariga yetkazdirsin seni. Barchamizni baxtimizga, farzandlarimizni, nabiralarimizni baxtiga doimo sog'-omon bo'lgan. Nimaki go'zal orzu-istaklaring bo'lsa, barchasiga erishib yurgan. Biz barchamiz seni jondan ortiq yaxshi ko'ramiz. Ilohim birgalikda farzandlarimizni yaxshi xursandchilik kunlarini guvohi bo'lmoqlik, keksalik gashtini surmoqlik, go'zal hoji otalik, hoji onalik maqomlariga erishib yurmoqlik nasib qilsin. Nabiralar to'ylarini ko'rib yurmoqlik nasib qilsin. Boringga ming shukr. Sen kabi juft halolni Allohim taqdir peshonamga yor qilib bitganligi uchun o'ziga cheksiz shukronalarimni, hamd va sanolarimni aytaman. Baxtimga doim omon bo'lgin. Ko'rib turgan chehrang hamisha baxtdan porlasin. Boringga ming shukr. Seni jonimdan ortiqroq yaxshi ko'raman. Dunyodagi barcha eng ezgu va eng samimiy tilaklarning hammasini sen uchun tilab qolaman. Baxtim sensan, shodligim ham sen. Qalbda quvonch, borlig'im ham sen. Sensan jonim, hayotim ham sen, chiroyligim jufti halolim. Pari, paykal, janonlar ham, jon olguvchi nigohlar ham, teng kelolmas hattoki hur ham, chiroyligim jufti halolim. Gul emassan, gullar yeta olmas. Olmos dur sencha bo'la olmas. Sendan o'zga sira kerakmas, chiroyligim jufti halolim. To'lib toshib ketadi qalbim. Sen yagonam, sensan ertagim. Yakka yolg'iz baxtli ertagim, chiroyligim jufti halolim. Sen oy bo'lgin men esa osmon. Sen daryo-yu o'zimman umon. Jonga nam qoshlari kamon, chiroyligim jufti halolim. Qancha quchib erkilasam ham, dunyolarni sovg'a qilsam kam, jannatlarda kezaylik erkam, chiroyligim jufti halolim. Jannat uchun sensan tanlovim deya mana shunday go'zal tarzda o'z dilnomalariga yakun yasabdilar. Sizni ham ularga yetar bo'lganda so'zlaringiz, samimiy tilak, duolaringiz bo'lsa yo'lashingiz mumkin. Marhamat.
Rahmat. Dadasiga ham rahmat. Baxtimizda omon bo'lsin. Nevaralarimiz baxtiga, o'g'illarimiz, qizlarimiz baxtiga. Sog' bo'lsin. Safarda umri uzoq bo'lsin. Rahmat. Ilohim. Alloh umringizni ziyoda qilsin. Barcha loyihamiz ijodkorlari nomlaridan ham ushbu shukrona kunlar bilan sizni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Baxtlarga doim sog' bo'ling. Mehr-muhabbatlaringizga hech ham ko'z tegmasin. Sog' bo'ling, Alloh panohida bo'ling hamisha. Inshaalloh, boringizga shukr. Rahmat opajonim, salomat bo'ling. Rahmat sizga ham.